Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin. Andijonda Oltinko'lda yana bitta tomimizga penaldan non bosib berganiga kelganmiz. Bu yerdagi tomimiz 35 kvadrat chiqdi. Pulini 5-6 santimetrini 45 ming so'mdan qilib beryapmiz. Darvozxonamiz tomini quyib oldik. Xudo xolasa, mana bu yerda ham quyib, chiroyli holatda tekislab, baland past joylarni chiroyli qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga zakaz berib, uylarni penadan non bosib yetsanglar bo'ladi. Buni afzalliklari Xudo xolasa issiq sovuqni o'tkazmaydi, chichqon, kalamish kirolmaydi bunga, o'ta mustahkam, qattiqdan bo'ladi. Ustalarimiz borib ularning uylarida xizmat qilib beradi. 4 yildan beri ton qo'yishadi Xudo xolasa. Usta tanlashda adashib qolmanglar. Ko'pchilik quyapti, buni penasini oz qilib, gipsini o'zidan qattiqroq quyib qo'yapti. Ko'p joyda bizga negativ bo'lyapti, yorilib ketyapti. Xudo xolasa agar bu qilgan ishimiz bizga qildirsanglar, agar yorilib ketib qolsa mabodo, ishimizga 100% garantiya beramiz, pulinglar qaytarib berilaveradi. Bundan muammo yo'q. Agar issiq o'tkazib olsa, 5-6 santimetr endi 7-8 qo'ydirish kerak uyga. 7-8 issiq sovuq uchaydi Xudo xolasa. 7-8 issiq sovuq uchamasa, ustidan bekorga 5 santimetr qo'yib beramiz. Bemalol ekrandagi nomerga aloqa chiqib zakaz bersanglar bo'laveradi. Xudo xolasa 936 damasimiz sizlar xizmatingizda bo'ladi. Kompressiyonlarimiz, gips, sement hamma yo'g'i o'zimizdan parashoylarigacha. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasiz. Gipsimiz tomimiz ozligi uchun bu yerda gipslar qo'lda tortilyapti. Shu bolalar halol mehnat uchun bir donadan like bosib ketinglar, kanalimizga obuna bo'lib. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunlarimiz isib, ishlarimiz boshlanib qoldi. Ertaroq aloqa chiqib zakaz berib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan keyin ishlarimizni ham kuzatishda davom etsanglar, ko'rsatib boramiz. 450 kvadrat Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida 450 kvadrat tomimiz bor. Uni ham Xudo xolasa bugun gipslar keladi, ularni ham tushirish jarayonlari, qo'yish jarayonlari videoga jo'natamiz. Shu bolalar uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Like arzisi.